46 yosh yigit keldilar. Qizlarni uzatgan. Suhbatlashib shunaqa bir yig'lab berdilar endi. Sportchi yigit endi qaddi qomati kelishgan. Qizimni oyog'i qizini uzatgan ekan, qaynona aytibdiki, oyog'imdan o'pasan debdir. 3 marta o'pdi avval. Payponlarni yechib, engashib, qaynonani oyog'ini kelin o'pibdi endi, mayli endi yoshlari ulug', erimni onalari deb. Aytibdilarki, ertaga qarindoshlar keladi, o'shalarni oldida meni oldimga kelib oyog'imdan o'pasan debdilar. Umraga borgan hojona ekanlar. Qarang, ibodatga e'tibor qilyapti, namozini o'qiyapti, lekin birovga ozor beryapti. Banda o'zi shunaqada. Banda